hozir o'kini bitta usta men o'zi bilardim-ku, endi bu darajadaligini bilmasdim. Bitta joyda ishlayotgan ekan, endi og'irroq ish. Siz hunar olmaganmisiz desam, "Yo'q, hunarim bor, ustaman" dedi. Uy ustasi bunaqa devorni uy qurar ekan xullas. Zo'r-ku. Shunday hunar istirib to'g'risidan bu ish bo'lmaydi erkak kishiga. Qilmang buni desam, qoraga ustachilikni bezillab tashadim deyapti. Bezillaganimdan tashadim bu ishni deyapti. Keyin usta bo'lganim uchun o'zim bilaman, ustachilik yengil kasb emas. Men o'zim devor, beton, tom, patolog, eshik, rom qilgan bolaman men. Yaxshi bilaman ustachilik qiyinligini. Qiyin bo'ldimi desam, "Yo'q" deyapti. "Ishlagan joylarimizdan haqlarimizni ololmayapmiz" deyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir o'sha yerda kuniga necha pul topasiz? 100 ming, 120 ming deyapti o'sha ishda. Hisoblasam 3,5-4 million ekan desam, "Ha" deyapti. Bu bilan qiyin desam, to'g'ri qoraga 20 milliondan oshiq hozir haqqim turibdi uy egalarida, qurdirib olgan deydi, bermayapti deyapti. Mana mashinlarda zolimlar siz ham cho'radi, haddidan oshganlar siz ham cho'radi, xiyonatchilar siz ham cho'radi. Tarixda yana qayta aytaman, tarix hamki boring, yana men 30 yil orqani aytyapman. 30 yil orqada men usta bo'lganman. Haligi Rasululloh alayhisalom peshana terisi qurimay turib ishlaganda haqqini berib qo'ydigan hadislari bor. O'sha bizning davrda o'shnaqa edi. Undan ham zo'r edi. Oxiri men pul berib yurardi. Eng oxiri ish tugatganimizdan keyin zo'r qilib oshit qilardi. Ustozga, ya'ni katta ustaga va qolganlarga to'n chors qilardi. Bunaqa biz ish tugashini kutardik, zo'r ziyofat qilardi. Osh yeb hamma yo'q degandan keyin bir tiyin haqqimiz qolmasdi. Bir tiyin. Shuning uchun xayr bo'lgan, barakot bo'lgan, zo'r bo'lgan. Osmondan qorlar zo'r yoqqan. Yomg'irlar zo'r yoqqan. Suv muammo degan narsa bitta gazetada ham yozilmagan. Hozir suv muammo degan narsa internet tarmoq hamma yo'q to'la. Nimaga suv muammo? Suvshunoslardan so'raylar ekan masalan. Yer ostida ham suv ozayib ketgan. Tog'larda ham muz, qoram oz. Agar bu ketishimiz bo'lsa, ya'ni xiyonatlar, aldovlar, bir-birini podderishga qilmasliklar, faqat o'zini o'ylab jimotlarcha yashashlar, tarzimiz o'zgarmaydigan bo'lsa, bu hali yirunda bu xolvasi bu. Xudo bundan battar xorlab yuboradi. Ko'zimizni ochaylik akalar. Uyg'onaylik. Xudodan kelgan narsani eplanmay qolamiz.